Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilar. Bizda Power Query'da VPR deylik, mobil aloqa operatorlarida hisobot bor. Har bitta foydalanuvchini qarzdorlik ro'yxati har oyda oxirida yangilaydi va obzvon qilib, ya'ni qo'ng'iroq qilib, foydalanuvchidan qarzini yopishlikni so'raydi. Shunaqa holat ham bo'lib turar ekan. Savollardan biri kelib tushdi shunaqa. Buni VPR'da qilsangiz ham bo'ladi. Endi har oyda faylni ochib, VPR formulasini terib, boshqa qilib yoki bitta fayl qilib olib, unga unique filter funksiyasi orqali boshqa fayllardan ma'lumotlar tortib kelib qilsa bo'ladi, bo'lmaydi emas. Lekin bitta ikkita o'ziga yarasha nyuanslari bor. Ya'ni faylni ochib turib, uni formulasiga to'g'irlab olsangiz, 2-3 ta ma'lumotlarni bir-biriga ulab turib, keyin undan unikalnisini tortib kelib, keyin VPRni tortib, endi u har oyda ma'lumotlarda yangilagunizcha deylik Excel mutaxassisi uchun bu yarim soatlik ish bo'lsa, Exceldan foydalanuvchi xodimda bu 2 soat, 3 soat vaqtini oladi. Endi buni 2 minutda hal qiladigan usulda ish qilamiz. Usulini ko'rib chiqamiz. Hisobot faylimizni ochamiz. Abonentlar hisoboti deylik. Данные bo'limiga kirib, biz eski va yangi ro'yxatlarimizga ulanamiz. Bizda eski va yangi ro'yxatlar bor. Bu mana Power Query darsliklari, dars uchun fayl test. Eski ro'yxatda albatta o'zini izohlari bor har bitta abonent bo'yicha. Listni tanlaymiz va преобразовать данныйga kiramiz. Mana bizda eski ro'yxat. Sizlarda bu yerda измененный tip paydo bo'ladi, ya'ni mana hozir buni tekst qilsam, mana измененный tip paydo bo'ladi. Buni hozir o'chirib turasizlar va sizlarda holatni, mana bu holat faylni men tashlayman gruppaga, o'zingizlar ham bir test qilib ko'rasizlar. Bizda birinchi jadvalimizni shapkasi, ya'ni sarlohasi, tepa qismi bizda qatorga tushib qolgan. Buni ko'taramiz. Tugmachani chap tomonda burchakda tugmachani bosib, использовать первую строку в качестве заголовков qilamiz. Mana. Va bu yerda telefon raqamini va izohni kontrol bilan belgilab, преобразование bo'limiga kiramiz. Vkladkasiga любой столбец degan bo'limga o'tib, tip данныйdan любой o'rniga tekstni tanlaymiz. Va qarzdorlik ustunini десятичное число qilamiz. Jadvalimizning nomini o'zgartiramiz, eski. Va ikkinchi jadvalimizga ham ulanamiz. Главныйga o'tib, mana o'ng tomonda новый запросdan создать источник fayl kniga Excel va bu yerda mana yangi ro'yxatga yangi ro'yxatni import qilamiz. Bu yerda ham listni tanlaymiz, OK ni bosamiz. Xuddi shu ish, использовать первую строку, format text. Mana bu yerda преобразованиеdan qilsa ham bo'ladi yoki mana yana chap tomondagi knopkani o'ziga bosib ham to'g'rilasa bo'ladi. Aytib o'taman, eski Excel'larda, eski versiyalarda, ya'ni 21dan pastida bu knopka bo'lmashi mumkin. Menda hozir 2024-versiyasi. Qarzdorlik десятичное число va imya tablitsi yangi. Hozir VPR'da o'zini ko'rsataman. Bu yerda srazu bir nechta hisobot ham qilib chiqib ketsa bo'ladi, tayyorgina. VPR qilamiz. Uning uchun biz eski va yangida borlarga eskidan kommentariyalarda tortib kelishimiz kerak. Demak, yangi jadvalimizni tanlaymiz. Главный bo'limiga o'tib, объединить bo'limidan
объединить запросы в новый qilamiz. В новый deganda yangi jadval tuzamiz. Mana biz belgilagan jadval yangi va bunga eskidan qo'shamiz. Bu yerda VPRda искомое значение deb so'ragandek, bu yerda ham ikki jadvaldan bir-biriga o'xshash ustunni tanla deydi. Bu yerda bizda plyusimiz bitta ustun emas, bir nechta ustunni tanlashimiz mumkin. Hozir jadvalimiz bitta ustun bilan hal bo'ladi. Tanladik, ikkosida ham telefon. Jadvalni nomi har xil bo'lsa ham farqi yo'q. Ichidagi ma'lumotlar bir-biriga ayrimgilari to'g'ri kelsa bo'ldi. O'sha to'g'ri kelganidan keyin ikkinchi jadvaldan ma'lumotni tortib keladi. Xo'p, endi ahamiyat beradigan qism bu tip соединение bo'limi. Bu yerda bizda 6 xili bor. Birinchisi внешнее соединение слева, chap tarafdan deyapti. Все из первой таблицы, совпадающие из второй. Ya'ni bizda mana birinchi jadval, bu ikkinchi jadval. Birinchi jadvalda 10 ta raqam bo'lib, ikkinchi jadvalda ham 10 ta. Lekin ikkinchi jadvalda birinchidan 3 tasi yo'q bo'lsa, demak ikkinchi jadvaldan faqatgina 7 ta ma'lumot bu yoqqa o'tib keladi. Ikkinchisi внешнее соединение справа. Bunisi xuddi shu, faqat teskarisiga. Ya'ni mana bu ikkinchi jadvalimizda boriga birinchi jadvalda qaysinisi to'g'ri kelsa, o'sha to'g'ri bir-biriga solishtiriladi. Uchinchisi полное внешнее, ya'ni ikkala tarafda ham bori ham, yo'g'i ham bir-biriga taqqos keladi. Ya'ni 62-81 ikkinchi jadvalda yo'q bo'lsa, bu yer pustoy bo'ladi, pastiga davom ettirilib ketaveradi. Bu ham qoladi, bu ham qoladi. Ikkala jadvalda ham ma'lumotlar qoladi. Bizga hozir внешнее слева kerak, ya'ni birinchi jadvalimizga ikkinchi jadvaldan borlarini tortib kelamiz. OK deb bosamiz. Mana bizda уже bir-biriga to'g'ri kelganlarda mana berkitilgan jadval holatida bizga chiqarib beryapti. Endi shundan yangi ustunni o'ng tarafida burchakda ikki tarafga qaratilgan ko'rsatkichlar bor, strelkalar. Shuni bosamizda mana bu yerda развернуть va агрегирование. Biz развернуть tanlaymiz va выбрать все таблицы emas, biz qarzni va izohni olib kelishimiz kerak. Yoki izohni o'zini olib kelsak ham bo'laveradi. Qolganlarga yana hisobotlar ketib qoladi, vaqtimiz yetmaydi. Использовать исходное имя столбца как префикс. Bu nima degani? Jadvalimizning nomini ustunga qo'shib beradi. Ya'ni bizda jadvalimiz eskimi, eski nuqta izoh bo'ladi mana. Mana. Agar bu kerak bo'lmasa, biz mana bu yerdan o'sha galochkani olib tashlaymiz yoki adashib OK qilib yuborgan bo'lsak, mana bu настройкasiga kirib, sozlamasiga kirib, faqatgina mana buni o'chirib qo'yamiz. OK deb bosdik. Izoh. Mana endi eskida borlarini izohlari qo'shilib kelindi. Va biz buni главный bo'limdan закрыть и загрузить strelkasini bosib, закрыть и загрузить в qilamiz. Только создать подключение. OK. Va bizga faqatgina слияние jadvali kerak. Buni sichqonchani o'ng tomonini bosib, загрузить v deb bosamiz va bizda tablitsani belgilab, kerakli joyda belgilaymiz. OK. Qarabsizki, bizda tayyor VPR qilingan holat keldi. Bunda albatta bu yerda qo'shimcha hisobotlar qilsa bo'ladi. Eski qarzidan qanchasini to'ladi, yangi qarzi qancha qoldi, yangilar nechta, nech pul va eski yopilganlar jami summasi nech pul va hokazo. Umuman hamma yo'qda avtomat qilib qo'yilsa, bizda nima qilamiz? Deylik, mana hozir bizda eskidan 60 ta kommentariy o'tibdi. Kelinglar, biz kommentariyani ko'paytiramiz. Men o'zimning nomerimni eskiga ro'yxatga tiqaman. X qilamiz, chiqib ketamiz, sahranch qilib, eski ro'yxatni ochamiz.
eski ro'yxatda yangi to'g'rilaymiz. Bizni o'zimni nomerimni qo'yaman. 968220 qarzdorlikni kiritamiz. 999 ming 99.999 so'm. Aynen. Endi shu fuqaroni yangiga ham o'tkazamiz. Va yangida qarzimiz 88.888 so'm. Ikkosini ham saqlab chiqib ketib asosiy jadvalimizga kiramiz. Abonentlar hisobot. Включить содержимое данные, обновить. Bizda Shahboz chiqib qolish kerak. Mana. Shahboz qarzini tezroq yopib. Mana azizlar, faylni o'zgartiramiz, обновление qilamiz, ikkita ma'lumot chiqdi. Endi sizlarda savol tug'ilishi mumkin. Mana yangi yozilgan kommentariyalarda mana bu yerga yangi kommentariy yoziladi. Mana shu ustunga yangi izohlar yoziladi-da. Endi buni nima qilaman desiz, hech qanaqa muammo yo'q. Yangi izohni yozib biz makros orqali mana shu ikkosini o'chirib yuborib yoki qarzni ham qolaveradi, izohni o'chirib buni qoldirishimiz mumkin yoki eski izohni ham qoldirib, buni ham qoldirib ikkita izoh qoldirishimiz mumkin. Variantlar juda ko'p. Sizlarga qaysinisi qulay bo'lsa, o'shani qoldirishimiz mumkin va bu faylda biz сохранить как qilamiz. Kerakli joyda belgilaymiz. Endi bu bizga уже deylik may izohlar deb qoldiramiz. Saqlanch qildik. X ni bosdik. Darslik uchun endi yangi ro'yxat eski ro'yxatni olib tashlaymiz. May izohlar qoladi. Va biz o'zimizning hisobotimizga kirib endi yangi ro'yxatni ham tashab turib, endi izohlarni ikkitasini chiqarishimiz mumkin. Buning uchun faqatgina bitta yo'l tutishimiz kerakki, faylning nomi o'zgarib qoladi. Shuning uchun doim faylning nomini bir xil qilishimiz kerak. Chunki biz faylga nomiga qarab подключение berganmiz. Mana eskini bosamiz. Bizda hozir eskini o'chirib yuborsak, mana eski yo'q endi. Bu yerdan istochnik mana уже xato deb chiqarib beryapti. Bizda eskini topolmaydi hozir. Obnovitni bossak, mana muammo shundaki, bizda eski уже yo'q. Bizda eski emas, may uchun izohlar bo'lib qoldi eskisi. Mana ikkita izoh. Va sliyaniyada buni ham chiqarib olishimiz kerak. Chiqarganimizdan keyin buni загрузить. Mana обновить qilsak, bu ham bo'ladi. Har doim ichiga kirib anaqani to'g'rilanmaydi. Ya'ni biz ichiga kirib ma'lumotni o'zgartirib yurmaymiz. Buni keyingi darsliklarda ko'rsatishim mumkin.
asosiy faylimizda ikkala faylga yo'llanma tayyorlab qo'ysak, ismi o'zgarishidan qat'iy nazar o'sha fayllarni nariyadan olib keladigan qilsa bo'ladi. Kuzatayotganinglar uchun kattakon rahmat. Savolinglarda, taklifinglarda va men tomondan kamchiliklar bo'lsa, o'sha kamchiliklarni ko'rsatishinglarni kutib qolaman. Reaksiya qoldiringlar. Xursand bo'laman.